Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Kenjayev Toshpo'lat Aminovich. Bugun biz algebra fanidan matrisalar va ular ustida amallar mavzusi bilan tanishamiz. Avvalambor mavzuning rejasi bilan tanishib chiqaman. Birinchi matrisa tushunchasi, matrisaning asosiy turlari, matrisa ustida amallar, transponentlangan matrisa va uning xossalari. Birinchi ta'rif: n-ta satr va n-ta ustundan iborat to'g'ri to'rtburchak shaklidagi n-ta sondan tashkil topgan quyidagi jadval m-ga n tartibli matrisa deb ataladi. Demak, bu matrisamizning birinchi qatorida A11, A12, A13 va hokazo A1n elementlari joylashgan. Ikkinchi qatorda A21, A22, A23, A2n va m-chi qatorida M1, M2, M3 va Mn elementlar joylashgan. Matrisalar A, B, C kabi bosh harflar bilan, ularning I satr va J ustida joylashgan elementlari esa odatda AJ, BJ va CJ kabi mos kichik harflar bilan belgilanadi. Ikkinchi ta'rif: agar ikkita A va B matrisalarining barcha mos elementlari o'zaro teng bo'lsa, u holda ular teng matrisalar deyiladi. A va B matrisalarning tengligi A teng B ko'rinishida belgilanadi. Bizning misolimizda A va B matrisalar berilgan, bular o'zaro teng matrisalardir. Agar matrisa faqat bitta satrdan iborat bo'lsa, bunday matrisa satr matrisa deyiladi. Agar faqat bitta ustundan iborat bo'lsa, ustun matrisa deyiladi. Sizlar chap tomonda satr matrisa, o'ng tomonda ustun matrisani ko'rib turibsizlar. Ta'rif: agar matrisa n-ta satr va n-ta ustundan iborat bo'lsa, u holda u n-chi tartibli kvadrat matrisa deyiladi. Keyingi ta'rif: agar A matrisada I teng J bo'lsa, u holda elementlar diagonal elementlari deyiladi. Masalan, bizning misolimizda 2 ga 3 matrisa berilgan. Bu yerda A11 va A22 elementlar bu yerda diagonal elementlaridir. Keyingi ta'rif: diagonal elementlardan boshqa barcha elementlar 0 ga teng bo'lgan matrisa diagonal matrisa deyiladi. Bizning misolimizda n 3 ga teng bo'lgan, ya'ni 3-tartibli diagonal matrisa berilgan. Barcha diagonal elementlar 1 ga teng bo'lgan diagonal matrisa birlik matrisa deyiladi. Barcha elementlar 0 lardan iborat bo'lgan matrisa 0 matrisa deb ataladi. Endi matrisalar ustida amallar bilan tanishib chiqamiz. Ixtiyoriy tartibli A matrisaning istalgan lambda songa ko'paytmasi deb, bu matrisaning har bir elementini lambda songa ko'paytirishdan hosil bo'lgan matrisaga aytiladi. Mana misolimizda A matrisa berilgan va bu matrisaning har bir elementini 2 soniga ko'paytirish natijasida hosil bo'lingan 2A matrisani ko'rib turibmiz. Keyingi ta'rif: bir xil tartibli A va B matrisalarining yig'indisi deb, A va B matrisalarining mos elementlarini qo'shish natijasida hosil bo'lgan A plus B ko'rinishidagi matrisaga aytiladi. Mana bizda A matrisa berilgan, 3 ta satr va 2 ta ustundan iborat. Xuddi shunday B matrisa berilyapti, 3 ta satr va 2 ta ustundan iborat. Buning mos elementlarini qo'shish natijasida yangi A plus B matrisa hosil bo'lyapti. Matrisalarni songa ko'paytirish va o'zaro qo'shish amallari quyidagi qonunlarga bo'ysunishi bevosita ularning ta'riflaridan kelib chiqadi. Birinchi, qo'shish uchun kommutativli qonuni, ikkinchisi qo'shish uchun assosiativ qonuni, uchinchisi distributiv qonuni. Bundan tashqari, yuqoridagi ta'riflar orqali bu amallar ushbu hosillarga ham ega bo'lishini ko'rsatish qiyin emas. A matrisaga 0 matrisani qo'shsak, A matrisaning o'zi hosil bo'ladi. A matrisani A matrisaga qo'shsak, 2A matrisa hosil bo'ladi. 0 sonini A matrisaga ko'paytirsak, 0 matrisa hosil bo'ladi. Lambda songa 0 matrisani ko'paytirsak, 0 matrisa hosil bo'ladi. Bir xil tartibli A va B matrisalarni A ayirmasida tashkil topgan matrisa A va B matrisalarini A minus B ko'rinishida yozish mumkin. Demak, bizda A matrisa 3 ta satr va 2 ta ustundan iborat. B matrisamizda ham 3 ta satr va 2 ta ustundan iborat. Buning ayirmasi ham xuddi shunday mos elementlarni ayirish natijasida hosil qilinadi va ko'rib turganimizdek, bu yerda A minus B matrisa ham demak 3 ta satr
ikkita ustundan iborat bo'lyapti. Keyingi ta'rif m ga k o'lchamli a matrisaning k ga n o'lchamli b matrisaga ko'paytmasi deb m ga n o'lchamli shunday s matrisaga aytiladiki, uning s ij elementi a matrisaning i satr elementlari b matrisaning j ustundagi mos elementlarga ko'paytmalari yig'indisi teng. Ya'ni s ij teng a i1 ko'paytirilgan b1j qo'shilgan a i2 b2j va hokazo a i2 ko'paytirilgan bkj. Mana bizning misolda a va b matrisalar berilyapti. A matrisa 3-tartibli kvadrat matrisa, b matrisa esa 3 ta satr va ustundan iborat bo'lgan, bitta ustundan iborat bo'lgan ustun matrisadir. Ularning ko'paytirish natijasi a va b matrisalarini ko'paytirish natijasida 3 ta satr va bitta ustundan iborat bo'lgan ustun matrisa hosil bo'lyapti. Ikkinchi misolimizda a matrisa 2-tartibli kvadrat matrisa, b matrisamiz esa 2 ta satr va 3 ta ustundan iborat matrisadir. Bu a va b matrisalarini ko'paytirish natijasida 2 ta satr va 3 ta ustundan iborat bo'lgan matrisa hosil bo'ldi. Agar a b teng b a bo'lsa, u holda a va b matrisalar o'rni almashadigan yoki kommutativ matrisalar deyiladi. Matrisalarning kommutativlik sharti ba'zi hollardagina bajariladi. Matrisalarni ko'paytirish quyidagi hollar mavjud. Birinchi, a va ko'paytirilgan b ko'paytma aniqlanmagan. Ikkinchisi, a b ko'paytma aniqlangan, lekin a b teng emas b a. Uchinchisi, shunday a va b matrisalar borki, ular uchun a ko'paytirilgan b teng b ko'paytirilgan a bo'ladi. Bunday matrisalar kommutativ matrisalar deyiladi. Matrisalarni ko'paytirish kommutativ emas, lekin assosiativ. Umumiy holda a ko'paytirilgan b teng emas b ko'paytirilgan a ga. To'rtinchisi, shunday noldan farqli a va b matrisalar mavjudki, a ko'paytirilgan b teng 0 bo'ladi. Mana biz misolda xuddi shunday matrisalarni ko'rib turibmiz. Birinchi a matrisamiz 3-tartibli kvadrat matrisa, ikkinchi matrisamiz esa 3 ta satr, bitta ustundan iborat bo'lgan matrisa. Bularni ko'paytirish natijasida demak 0 matrisa hosil bo'lyapti. Endi transformerlangan matrisa va uning xossallari bilan tanishib chiqamiz. Ta'rif: agar a matrisa elementlarining tartib raqamlarini o'zgartirilmagan holda satrlarni ustun yo ustunlarni satr qilib almashtirsak, hosil bo'lgan yangi matrisa a matrisaning transformerlangani deb nomlanadi va a shtrix yoki a darajasi t shaklida yoziladi. Bizda masalan a matrisa berilgan bo'lsa, bu yerda a matrisa demak 3 ta satr va 4 ta ustundan iborat. Bu a matrisani transformerlash natijasida demak 4 ta satr va 3 ta ustundan iborat bo'lgan a shtrix matrisa hosil bo'lyapti. Transformerlash quyidagi xossalarga ega. Birinchisi, transformerlangan a matrisani transformerlasak, yana a matrisa hosil bo'ladi. Ikkinchisi, a matrisani lambda ko'paytirib transformerlangani o'sha transformerlangan a matrisani lambda songa ko'paytirganiga teng. Uchinchisi, a plus b matrisani transformerlangani a matrisani transformerlangani qo'shilgan b matrisani transformerlanganiga. To'rtinchisi, a va b matrisalarning ko'paytmasining transformerlangani b matrisani transformerlangani ko'paytirilgan a matrisani transformerlanganiga. Bunga mavzumizda tushuntirmoqchi bo'lgan narsalar shular edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.